Isroil haqida bu davlat bugungi kunda dunyoning eng qudratli armiyasi hisoblangan AQShga, dunyoni yo birinchi yo ikkinchi ko'rsatkichlarda turadigan iqtisod masalasi bo'yicha AQShga bevosita ta'sir qiladi. AQShning siyosatchilari saylov oldi kampaniyalarida yahudiylardan pul oladi degan gap bor yoki yahudiylarga yoqishga, shu lobbiga yoqishga harakat qiladi degan gap bor. Endi hamma narsani yakuni bor. Bu dunyo shunaqa-ku. Isroil sizningcha, endi o'ta shaxsiy fikr, bu bashorat emas, tahlil yoki taxmin deb tasavvur qilaylik. Isroil qachon qulaydi davlat o'laroq? O'zi aslida o'zining davrida minglab, yuz minglab, hatto ayrimlari millionlab odam o'ldirganlar bor. Bular hammasi qulagan. Ya'ni davlatning qulashining eng katta alomatlaridan biri vahshiylashib ketadi. Mana shu boshqalarga ham o'lchov sifatida olsa bo'ladi. Demak, biz ko'ryapmizki, bu alomati bor. Ya'ni tashqi alomati bular. Hech qanday qoidani hisoblamay qo'yish. Masalan, G'azoda bilmadim, hammasi bor. Fashizm, blokada, diskriminatsiya, natsizm, shovinizm, apartheid, shovinizm ochiqchasiga hammasi qo'ygan ham. ochiqchasiga o'sha vahshiyligini yashirmayapti. Bu eng katta belgilardan biri. Lekin demak, Isroil bu Yaqin Sharqdagi liberalizmning forpostlaridan biri hisoblanadi. Demak, aytish mumkin, liberalizm qulasa, demak, Isroil hech qanaqasiga nima qila olmaydi. Liberalizm qulaganda. U ikkalasi bir kechyapti o'zi aslida. Bekor emas Trampning kelganda liberal dunyoning eng markaziy davlatlaridan biriga bashorat qilish mumkin bo'lgan. Taxminingiz qulashi. Yo'q, ma'lum bir davr aytilmaydi. Masalan, aytmayman, bu ma'lum emas, bu bilib bo'lmaydi. Biz tendensiyani ko'rsatamiz faqat. Keling, liberalizmdan keyingi tendensiya haqida gaplashadigan bo'lsak, uni nima yiqitadi yoki nima korpus iqtidorga keladi g'oya o'laroq? Postmodern deyapti hozir. Postmodern, ya'ni post degani yigitlar bu mavhum narsaga post deydi. Liberalizmni ham o'sha paytda ham liberalizm demagan. Bir ma'lum bir g'oyalar kirib keladi va undan keyin nom berishni boshlaymiz. Shuning uchun ham hozir mana modern davri ketyapti. Modern davrining eng asosiy g'oyasi bu liberalizm edi. Liberalizmdan o'sha shoxlar chiqib kelgan, bittasi fashizm, ikkinchisi kommunizm. Onasi sog' qoldi-da hozir. Fashizm birinchi qulab ketdi, keyin kommunizm bor, lekin hozir baribir qaysidir ko'rinishda bo'lsa ham Xitoyda kommunizm bor.